Assalomu alaykum hammaga. Mana o'zi navbatdagi kavshkovlarimiz yangi biznesmen akalarimizga ketyapti, xudo xolasa. Buning ichida tayyor lazerli qoliplarni o'sha tayyor taxtasiga o'sha tayyorlab berilgan ko'kchalarni hammasini tayyorlab berildi. Mana lazerli qoliplari ichida tayyor holatda biznes qilgani, tayyor ishlab chiqarishga tayyor holatda. Bu yerda 400 necha kilo bo'ldi Rustamjon? 650 kilo, 643 kilo dedingizmi? 643 kilolik qolip ekan mana işte. Bu yerda hop karnizimiz bor. Karnizimizdan biri 10 xil, 15 xil karniz laganlar. Hop, deraza kampiliklar ile keyin bular ichki dizayn bo'yicha ramkalar, burchak gullar. Tayyor xohlasa. Ko'raverasiz, mana bunday ko'rasizlar. Mana lazerli qoliplarni ham bemalol shunday qilib tayyor holatga olib beramiz. Xohlasalaring bu holatda olasizlar.